siz yangi kasb o'rgandingiz. Yangi ish joyiga o'tdingiz yoki butunlay yangi soha tanladingiz. Yoki 18-16 yoshda yangi ko'nikmani o'rganishni boshladingiz. IT, zamonaviy kasb yoki umuman kimgadir ustachilikka shogird tushdingiz. Birinchi hafta, birinchi oy hech narsa o'zgarmayapti. O'zingizni qanaqadir ahmoq his qilyapsiz. Atrofingizda hamma sizni bilmagan narsalarni gapiradi. Xatolar ko'p, natija nol. Va shu payt umuman boshqa siz bilan tengdoshingiz internetda ko'rdingiz yoki o'zingiz taniysiz shaxsan, mana shu tanishingiz allaqachon bitta oson ishga kirdida, ishni yoryapti, pulni qilyapti. Misol uchun kuryerlik qilyapti yoki chetga ketdi yoki shu yerda qaysidir odatdagidek ishda ishlashni boshladi. Shu payt sizda miyangizda fikr paydo bo'ladi, balki bu menga emasdir, ya'ni bu soha yoki bu yo'nalish, bu tomon men uchun emasdir. Mana o'rtog'im yoki tanishim yoki mana bu Instagramdagi odam eplab ketyapti, pul topyapti, menchi deb. To'xtang. Siz hozir eng xavfli nuqtadasiz. Bu nuqtani bilgan odam muvaffaqiyatga yetadi. Agar bilmasangiz, orqaga qaytib ketishingiz mumkin. Bu nuqtaning nomi J-curve. Va bu videoda sizni karyeringizni o'zgartirish mumkin bo'lgan mana shu J-curve haqida gaplashamiz. J-curve aslida iqtisodiyot va biznesdagi termin hisoblanadi. Ya'ni bir biznes boshlanadi, keyin u ancha qiynaladi, minusga kiradi, keyin sekin ko'tarilishni boshlab, bong'itib otib oladi. Qaysidir payt mijozlari ko'payib, ishlari yaxshi bo'lib ketgandan keyin, tajriba orttirgandan keyin. Lekin u inson karyerasini ham aynan shu grafik orqali juda yaxshi tasvirlaydi. Ayniqsa 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan karyeralarda J-curve grafiki juda mos tushadi. Grafik qanaqa ishlaydi? Tasavvur qiling, vertikal o'q bu sizning natijangiz, daromadingiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz. Gorizontal o'q bu vaqt. Yangi narsa boshlaganingizda chiziq avval pastga tushadi. Ya'ni vaqt o'tyapti, lekin siz faqat pastga qarab ketishni boshlayapsiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz, daromadingiz, ko'nikmalaringiz va hokazo. Bu vaqt yo'qotish zonasi. Vaqt o'tishi bilan chiziq keskin yuqoriga lekin ko'tarilishni boshlaydi. Bu o'sish zonasi. Hammani karyerasida J-curve обязательно bo'ladi. Hech qachon tepaga birdaniga keta olmaydi. Farqi faqat bitta. Kim bu pastki nuqtada qolib ketadi, kimdir yana qaytib tepaga chiqib ketadi. Nima uchun o'zi yangi karyera boshlaganimizda aynan mana shunaqangi minusga kirib ketishni boshlaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, men yangi narsani boshladim, demak hamma narsa yangi va qiyin, shuning uchun deb. To'g'ri, lekin asl sabab ancha chuqurroq. Pastga tushishni 3 ta asosiy sababi bor. Birinchisi bu ko'nikmalarning kamligi. Oldingi ish joyingizda yoki oldin qilib yurgan ishingizda balkim zo'r ishlarsiz, professionalsiz, lekin yangi joyga keldingiz, yangi narsa o'rganishni boshladingiz, o'z-o'zidan bilimingiz, ko'nikmangiz ancha kam. Bu farq sizni ruhan ezishni boshlaydi. O'zingizni ilgaridek his qilmaysiz. Bu tabiiy. Bu J-curvening birinchi bosqichi. Ikkinchi bosqich taqqoslash virusi. Instagramda ko'rasiz, tengdoshingiz yaxshi joyda, yaxshi lavozimda yoki yaxshi ish bilan shug'ullanyapti, yaxshi daromad qilyapti. Chiroyli hayot tarzini kechiryapti. Siz esa hali ham o'rganyapsiz. Hali ham sizga noto'g'ri qilayotganingiz odamlar ta'kidlashyapti. Lekin siz ularni boshlanishini hali ko'rmagansiz. Ular ham bir vaqtlar J-curvening birinchi pastki nuqtasida bo'lgan. Ya'ni ular ko'rsatayotgan narsa, siz solishtirayotgan narsa, ularni allaqachon J-curveda tepaga chiqib bo'lgan joyini o'zingiz bilan pastdagi joyingizga solishtiryapsiz. U joyga ham siz ham albatta qachondir chiqasiz, faqatgina unga solishtirmang hozircha. Uchinchisi natijasiz mehnat. Odatda yangi ish boshlaganingizda yoki yangi narsani o'rganayotgan paytingizda ko'p vaqt sarflaysiz, energiya sarflaysiz. Lekin shuncha sarflaganingizga yarasha natija ola olmaysiz. Odatda professional odam ozgina vaqt sarflab, zo'r natija olsa, siz ko'p vaqt sarflab, umuman natija olmay yurishingiz mumkin. Ko'pchilik aynan shu joyda sohani yoki ilm olayotgan bo'lsa, ilmni tashlab ketishni boshlaydi. Masalan, Anvar. U 23 yosh, 24 yoshlarda deylik. Oldin kuryerlik qildi, har xil boshqa ishlar qildi, ko'chadagi, mahalladagi, Rossiyadagi ishlarni qildi. Xullas, prinsipiy zo'r daromad qildi, yaxshi pul ishladi. Ana endi lekin daromadi o'smayapti. O'rtacha $500 yoki $1000 maksimum daromadga chiqdi. Mana shu odatiy ishlarni qilish orqali. Qarasa, Jasur degan o'rtog'i 2000, 3000, $5000 topyapti, chotki mashinalarda yuribdi, uylandi. Ular sostoyaniyasi chotki. Solishtiryapti. Prinsipiy men ancha ishlashni oldin boshladim. Nima uchun u mendan o'tib ketib qoldi deydi. Lekin bitta narsani eslanglar, ana shu Jasur siz misol uchun kuryerlik qilayotganingiz yoki boshqa ish qilayotgan paytingizda juda ham mizerniy summaga ishlagan yoki o'sha paytda qaysidir ko'nikmani o'qish bilan, ishlash bilan, o'rganish bilan, shogirdlik bilan ancha vaqt J-curveda pastki nuqtasida yurgan bo'lgan. Ya'ni siz bu yoqda zo'r pul topdingiz, prinsipiy yaxshi ishlab, sekin daromad oshib boryapti. Va bu bo'lsa, prям J-curve pastiga tushib ketgan o'sha paytda. Siz endi hozir uni tepadagi holati bilan o'zingizni solishtiryapsiz. Aynan xuddi shu hozirgi aytgan misollarim O'zbekistonda bo'layotgan aksariyat odamlarga to'g'ri keladi. Ya'ni 18 yoshdan 25 yosh atrofidagi odamlarni
juda to'g'ri keladi. Shaxsan o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Men J-Curve'da aynan ilm tomonidan ketganman. Mana shu o'zim ham ofitsiantlik boshqa ishlarga chiqib ko'rganman, lekin bilganman, bu men uchun emas. Hozir juda kam pulni ishlatishga imkoniyatim bor. Hozir shu momentdan foydalanib, shogird tushing, o'rganing, izlaning, o'qiy deb turib, faqat birinchi 1 yil, 2 yil davomida 1 milliondan 3 milliongacha oylik umuman oshmagan. Tasavvur qilishinglar uchun. Keyin chaq 2x, 3x, 10x, 5x bong'illab ketgan. Xuddi shunaqa narsa men 1 million, 1,5 million, 2 milliongacha zo'rg'a oylik olib, kvartirada 8 kishi, 7 kishi bo'lib yashab yurgan paytlarimizda mana Rossiyaga ketgan yoki vaqtinchalik ishlar bilan shug'ullanayotgan o'rtoqlarim normalniy pul topgan, mashina olgan. Men o'tirardim, do'konini ochgan hattoki o'zini. Mana shunaqa paytlarda men o'tirganman, ancha o'zimda solishtirish virusi ham boshlanib qolganda, nima uchun men bu sohani qilaman? Balki men bu biznes qilib ko'rarmiz yoki men bunga unaqa shogird tusharman yoki boshqa sohani o'rganib freelancer bo'larman deb turib, o'zimda juda ko'p ishonchsizliklar bo'lgan. Kelinglar endi istalgan odam yangi ilm olishda yoki yangi ish boshlagan paytda, karyera qilayotgan paytda o'sha J-Curve'ni pastki nuqtasiga kelib qolgan paytda qanday unda omon qolish va o'sha tepaga chiqib ketish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Hozir 5 ta asosiy amaliy usul haqida aytib beraman. Birinchisi, vaziyatni to'g'ri qabul qilish. Ya'ni siz urug'ni ekdingiz, bo'ldi. Endi uni sirazi ko'chat bo'lishini kutmaysiz. Har qanday o'sishda albatta kechikish effekti bor. Siz bugun qilgan mehnat 3 oydan keyin natija beradi. Bugun ekkansiz, kuzda o'rasiz. Natija ko'rinmasa, bu to'xtash degani emas, bu sabr belgisi. Ikkinchisi, kichik g'alabalarni hisoblash va ulardan zavqlanish. Instagramda o'chirib oling yoki juda kam kiring, oddiy narsalardan zavqlanishni boshlaysiz. Masalan, har kuni o'zingizdan so'rang. Bugun kechagidan nimadan yaxshiroq qildim? Bitta yangi inglizcha so'z o'rgandim yoki ruscha so'z o'rgandim, bu o'sha g'alaba. Birinchi marta xatosiz qaysidir ishni qildingiz, bu g'alaba. Biror narsani, yangi narsani tushundingiz, bu o'sha g'alaba. Mana shu har bir kichik g'alabalarni siz hisoblab, bemalol taqdirlab o'zingiz borsiz bo'ladi. Uchinchisi, competence journal yuriting. Har hafta iloji boricha daftarga, qalamda yoki ruchkada yozing, ya'ni kompyuterda emas. Bu hafta o'zi nimani o'rgandim, qaysi xatoni qaytarmadim, qaysi narsani endi tushundim, oldin boshqacha bo'lgan ekan. Bir oydan keyin orqaga qarab o'qing. O'zingizdan hayron qolasiz, qancha o'sganingizni. Ya'ni J-Curve'dagilar odatda men umuman o'smayapman deb o'ylaydi, lekin agar yozib yurishni boshlasangiz, bir oydan keyin daftaringizni olib qarashni boshlasangiz, o'sha paytlar qanaqa tuppoy bo'lganingizni tushunib yetasiz. Ya'ni atigi 1 oy ichidagi transformatsiyani, miyangizdagi o'zgarishlarni yoki o'rganayotgan ilmingizdagi o'zgarishlarni qanaqa bo'lganini juda zo'r tushunib yetishni boshlaysiz. Va bu tushunib yetilgan hissiyotni evaziga siz mana J-Curve tagida qolib ketmasdan yana dalishi o'sha kam daromad bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham o'sishda to'xtab qolmaysiz. To'rtinchisi, J-Curve buddy deymiz, ya'ni birorta tanish, o'rtoq yoki shaxs bilan siz network qilingda va shu siz kabi yangi boshlagan odam bo'lsin, u haftada bir martami uchrashib yoki qo'ng'iroq qilib yoki Telegramdan gaplashib turinglar. Shunda bir-biringizga progress haqida aytib berasizlar va yolg'iz bo'lmasdan birgalikda o'sishga shans bo'ladi. Men o'zimda ham Andijondan Toshkentga kelib karyera qilishni boshlagan paytimda 6 oy, 4 oy o'tib, sirazi yaqin o'rtog'im kelgan, bir xil karyera qilganmiz va bir-birimiz bilan o'sishda ancha yengillashgan. Biznes qilishda ham, marketingda ham hammasi hozirgacha birgalikda progresslarimiz haqida, tushunchalarimiz haqida, insightlarimiz, insider informatsiyalar, hamma narsani ulashib, gaplashib, bir-birimizni podдержка qilib kelamiz. Xuddi shunday yana boshqa karyeradagi atrofdagi o'rtoqlar, do'stlar ham, tanishlar bilan doimiy fikr almashib borib, o'sish ancha oson bo'lgan. Vaholanki ikkalamiz ham o'sha eng dnodan chiqib kelganmiz Toshkentda, o'sha juda kam pul, qiyin sharoit, qiyin loyihalar, stresslar hammasini birgalikda ko'rganmiz va xuddi shu narsani birgalikda o'tganimiz uchun nisbatan oson bo'lgan bizga. Chunki o'sha narsalarni ham biz o'zimizni sarguzashtlarda qabul qilamiz. Beshinchisi, bu missiyangizni aniqlab olish va buni doim o'zingizga eslatib turish. Ya'ni nima uchun bu yo'lni tanladingiz? Oilangiz uchunmi? Ozodlik uchunmi? O'zingizga nimadirda isbotlash uchunmi? Bu sababni ko'z ko'rib turadigan joyga qo'yib qo'ysangiz, J-Curve'ni pastida eng ko'p kerak bo'ladigan narsa. Umumiy bu yo'ldan nima uchun boshlaganingizni, maqsadlaringizni doim eslab tursangiz, to'xtab qolish shansingiz ham kam bo'ladi va mana shu maqsad yo'liga ketayotganingiz uchun siz mana shu qiyinchiliklarga ham bardosh berib turasiz. Keyingi qism demak, qachon tepaga chiqishni boshlaydi yoki qaysi paytlarda tepaga chiqayotganimizni bilamiz. O'zi eng ko'p so'raladigan savol menga ham, chunki kurs o'taman, ba'zi dars o'taman va qachon natija bo'ladi, qanaqa bo'ladi, qaysi vaqtda daromadga chiqaman deb savol berishadi. Bu yerda hech qanaqangi vaqt bo'yicha aniq makon zamon bo'lmaydi. Lekin bitta alomati bor. Bu yerda bilinglar, rizq masalasida sizda aniq vaqt va makon bo'yicha hech kimning qo'lida emas, hattoki sizni ham, meni ham, boshqasini ham qo'lida emas. Shuning uchun biz mana shu J-Curve'dan chiqishda va o'sishda, karyera qilishda, sabablarini qilishda davom etamiz. Aniq bitta muddatda siz aniq natijaga chiqasiz. 6 oyda, 4 oyda degan narsa yo'q.
Lekin natijaga chiqishda vaqt bilan emas, mana bu alomatlar bilan belgilasa bo'ladi. Birinchisi, bu atrofingizdagi odamlar sizdan yordam so'rashni boshlaydi. Pul bilan bo'lishi mumkin. Sizni sohangiz bo'yicha mana buni qilib ber, to'g'rilab ber, ko'r ber, ke ber degan narsalar boshlanadi. Ikkinchisi, xatolar kamayadi. Ya'ni odatdagi qiladigan ishlaringizni xatosiz qilishni boshlaysiz. Yangi qanaqadir qiyin narsalarda o'ka xato qilishingiz mumkin. Yoki katta darajadagi xatolarni qilishni boshlaysiz. Uyga charchab, hayotdan xavfsirab kelmaysiz. Qoniqib, ertaga buni endi qilaman, bugun buni tugatib oldim, ozgina ulgurmay qoldim-da deb turib, adrenalin bilan qaytishni boshlaysiz. Sohaga, ishga nisbatan bu meni joyim, mana shu orqali shu muammolarni, maqsadlarimga yetaman degan aniq sizda motivatsiya bo'ladi. O'zbekistonda tadqiqotlarga ko'ra 60%, 70% odam baxtsizligini asosiy sabablaridan bittasi o'zi yoqtirgan ishda o'z joyida emasligidan ekan. Ya'ni bu umumiy institutsional qilingan tadqiqotning natijasi hisoblanadi. Shuning uchun biling, albatta shu J-Curve'dan tepaga chiqib olganingizdan keyin sizni juda ko'p yaxshi nagradalar kutib turibdi. Har kim J-Curve'ni pastdan boshdan kechiradi. Lekin ba'zilar qoladi, ba'zilar o'tib ketadi. Siz hozir pastga tushayotgan bo'lsangiz, bu muvaffaqiyatsizlik belgisi emas. Bu to'g'ri yo'ldaman degani. Faqat to'xtab qolmang va tepada berilgan tavsiyalarga amal qilib, o'sishda davom eting. Bir kun kelib menga aniq rahmat aytasiz. Mana shu videoning tagida kerak bo'lsa, komment yozib yoki o'zimni ko'rganda, chunki men xuddi shunaqa yo'lda o'zim ham bosib o'tganman, boshqa bosib o'tganlarni ham ko'rganman. Va bosib o'tib bo'lib, mana yaqinda bildimki, bu aslida o'sha ilmiy termin ekan va bu narsa ijtimoiy holatda tasdiqlangan yo'l ekan. Kanalga obuna bo'linglar, sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.